Hop, hozirgi muammo xonadonlarda 2 million svetga pul to'layapman, 5 million gazga pul to'layapman. Svetga ham, gazga ham pul to'lamaslik uchun to'pli nasosdan qo'ysa bo'ladi. Buni quyosh paneli bilan parallel qo'yiladi. Siz uyingizni sovuq suv, issiq havo, sovuq havo bilan bemalol ta'minlaysiz. Shunda quyosh paneli sizga tekin tok ishlab beradi. Bu issiqlik nasosimiz bo'lsa, tok orqali hozirgi aytganlarimiz sizni ta'minlab beradi. Hop, quyosh paneli bilan issiqlik nasosini o'rnatsangiz, siz svetga pul to'lamaysiz, gazga pul to'lamaysiz. Shuni hisobini oladigan bo'lsa, bunga ketkizgan xarajatlaringiz o'rtacha hisobda 4 yil bilan 5 yil oralig'ida bemalol pulingizni chiqarib olasiz. Qolgan yana 25 yil bemalol hech qanday pul to'lamasdan tekinga daromad qilib yashaysiz. Bilarmidingiz? Yashil ta'mir ipoteka krediti orqali shu kabi energiya tejamkor mahsulotlarni bemalol sotib olishingiz mumkin. O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi muvofiq talablari asosida hamkor tijorat banklari tomonidan aholiga ajratilayotgan yashil ta'mir ipoteka krediti orqali quyosh panellari, issiqlik nasoslari, issiqlik qozonlari, izolyatsiyalangan eshiklar kabi ekologik toza va energiya tejamkor mahsulotlarni sotib olishingiz mumkin. Kredit foiz stavkasining 19 dan oshgan, ammo 4% dan oshmagan qismi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Energiya samaradorligi milliy agentligi tomonidan qoplab beriladi. Soddaroq qilib aytganda, deylik, siz bankka murojaat qilganingizda sizga kredit foiz stavkasini 23% dan deb taklif qildi. Ana o'sha 23% ning 4% agentlik tomonidan qoplab beriladi. Va natijada sizga kredit foiz stavkasi 19% ga aylanadi. Yanada batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi banklarga murojaat qiling.